Salom. Hammalarning o'sha tona xayrli bo'lsin bugun. 2026-yil 6-oyning 16-kuni. Men hozir nimada? Qirg'izistonningki Jalolobod, ya'ni hozirgi Manas shahriniki Sizoq degan yerida. Mana Sizoqdaman. Qaraman. Yama issiq. Acayip issiq degan. Shu ekan Sizoq degan yeri. Jaloloboddan. O'sha kelsam Jalolobodga men Sizoqqa kelib oylanib ketishni unutib qolmayman. Amaligim hozir tushdan keyin soat 5 bo'ldi. Men 5 bo'lsam havo yama issiq. Elimni qizitib yutib bordim. Issiq deganda bu yerda deldirak kemkinda bu yerda. Deldirak kem bor uchun mana soy tushirgan. Shu issiq bo'lib o'xshaydi bu yerda. Shuna o'ylab qoldim endi. Oppoq chiqadi. Mana Sizoqni ko'raman. Chiroyli lekin. Bir xil. Nega birinchi Sizoqni? Tamam bo'lama. Arqam. Mana. Ya bugun 2026-yil 6-oyning 17-kuni ekan. Aviatin Chestani degan chog'da ezib ketibdimi? 2026-yil 6-oyning 17-kuni ekan. 16-soatda qoldi. Aman bo'laman.